10 ta zaryadkoga. Nechi pul? 1700 dollar. Nega ochiq kiyingan, chiroyli ijtimoiy tarmoqlarda yuz tanilgan qizlarni ko'pchilik telefonchilar, mashina ochadiganlar va mashina sohasidagilar o'zini kontentda olib chiqyapti. Instagramda videolaringiz million prosmotr yig'ishini xohlasangiz, video boshlanishidagi 3 soniyaga alohida e'tibor berishingiz kerak, ya'ni hookka. Bunaqa kontent qiladiganlar esa O'zbekiston erkaklari uchun, va butun dunyo erkaklari uchun juda ham ajoyib hookni o'ylab topishgan. Bu chiroyli qiz formulasi. Ya'ni erkaklarning bu narsa tabiatda bor. Любой erkak ko'chada yoki boshqa joyda chiroyli qizni ko'rsa, hech bo'lmaganda bir marta qarab qo'yadi va bu instrumentdan, erkaklarning tabiatdagi bu xususiyatdan bunaqa kontent qiladiganlar foydalanib, chiroyli, ochiq kiyingan, ijtimoiy tarmoqlarda tanilgan qizlarni o'zlarining kontentlarida olib chiqishyapti. Va ular bilan kontent qilib, ular videolariga millionlab prosmotrlar yig'ishyapti va ular ishlatadigan yana bitta huquqlardan bittasi bor. Men uni sizlarga hozir ko'rsataman. Ko'rsatganimcha esa siz menga obuna bo'lishingiz va marketing va sotuvlar haqida ko'proq foydali ma'lumotlarni olishingiz mumkin. 1200 ga o'zing bilan qo'shib bersang ham olmayman. 1200 qara taqilgani senga. Chiroyli gaplashma bilan. Ko'rib turganingizdek, bu yerda ham shunaqa inson tabiatiga xos formuladan foydalanilgan, ya'ni janjal formulasi. Siz ko'chada ketayotganingizda ham yoki qayerdadir o'tirganingizda ham kimdir bilan kimdir janjallashayotganini ko'rib qolsangiz, siz unga qarab qo'yasiz va nima bo'lyapti ekan yoki nima bo'ladi ekan deb o'ylaysiz. Shuni hisobiga ham ijtimoiy tarmoqlarda bunaqa kontent qiladiganlar millionlab prosmotrlarni olishyapti va videolari oxirigacha ko'rilib, 10 mingtalab podelitsiya yig'yapti.